Kanalimiz obunachilari, hozir Farg'ona filialimizga kelgan mijozlarimizning samimiy fikrlarini olib ko'ramiz. Aka, Farg'ona filialimiz haqida qanaqa fikrdasiz? Bu filial haqida juda iliq fikrdamiz. Juda ko'p narsa kelib olamiz battan. Hamma yo'q bor. Kelganingizda hamma narsani topasiz. Xursandmiz batga kelib narsa olganimizdan. Zo'r. O'zingiz Farg'onalisiz, aka. Qanchadan beri mahsulot olasiz bizdan? Chint asosan Chint rozetka, ключат, bunaqa avtomatlarini olamiz. Mana hozir Duselda mahsulotlarni olgani keldik. Sifati ham zo'r, narxi ham zo'r. Sifati ham, narxi ham ma'qul kelyapti, shuning uchun kelyapmiz. Elektriklarga ham tavsiya qilamiz. Kelib mana narxlar yozilgan, bemalol solishtirishlari mumkin. Yana bitta fikr, sotuvchilar ham muomala madaniyati juda yaxshi. Eng qoyil qolganim shunisi. Aka, qalay Farg'ona filialimiz sizga yoqdimi? Mahsulotlar, narxlar? Narxlar, sifatlar to'g'risida haqiqatda o'ta gap yo'q. Chiroyli narxlarda va sifati o'ta go'zal va chiroyli. Ishlatib ko'rgan odam albatta buni farqiga boradi. Qalay sotuvchilar qanaqa muomala qilishyapti aka sizga? Muomalalar zo'r, dollar kesalar, aksiyalar bor ekan. Sovg'alar olib berishibdi.